هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Maide tefsirini okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi Sure Maide tefsirini okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure Maide Medine'de nazil bolgan 120 ayet. Sure Maide'nin faziletleri ve onun nazil bolgan vakti. İmam Tirmizi Abdullah ibn Amr radıyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivayet qildi. En ahirde nazil bolgan Sure Maide ve Sure Fethidir. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganlik rivayet qilindi. En ahirde nazil qilingan Sure Nasr'dir. Yani Hakim mu kitabida İmam Tirmizi'nin rivayetidek rivayet qilgan. Hakim Jubayr ibn Nufayri'nin mundaq deganligini rivayet qildi. Hajga barganımda Aisha radıyallahu anhanın yeniga kirdim. U mendan ey Jubayr, Sure Maide'ni oqumsan deb so'radi. Men ha deb javob berdim. Aisha: o sure en ahirde nazil bolğaçqa uningda halal qilinganni halal, haram qilinganni haram deb bilinglar dedi. İmam Ahmed mu bu hadisni Muaviye ibn Salih'ten mushundaq rivayet qilib, Muaviye ibn Salih hadisinin ahirida men Aisha radıyallahu anhadan Peygamber aleyhisselamның ahlaqi haqida so'raganimda Aisha Peygamber aleyhisselamның ahlaqi Kur'an idi deb javob berdi deganni qo'shib qo'ygan. Bu hadisni İmamı Nasa'i mu rivayet qilgan. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve nihayet mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey müminler, ahdilerge yani Allah bilen sizlerning aranglardaki ve sizlerning öz aranglardaki ahdilerge vefa qilinglar. Sizlerge bu surede tövende o'qib berildiganlardan başka hayvanlar yani töge, kala, qo'ylarning hammasini zebhi qilingandan keyin yeyish halol qilindi. Lekin sizlar ihrom yoki haramda bo'lganinglarda shikarni halol sanamanglar. Shubhisizki Allah halol harom to'g'riliq xohlagan narsani hukm qiladi. Ey mu'minlar, Allah'ın dininin alametlerini yani hacda taatning belgisi hesaplangan işlarni terk etish bilan şehri haram da şehri haramda urush qilishni, hadiyini yani Kabe'ge atalgan qurbanlıqqa daxil tarviz qilishni, qalada yani hacda qurbanlık qilingan hacda qurbanlık qilinadigan mal ekanligini bildirish uchun hayvonga esib qo'yilgan narsalarga chiqilishni, Rabbinin fazlini ve razılıqını tilab Beytullah'a hac üçün yoki ömrü üçün kelgüchilarga chiqilishni halol sanamanglar. İhramdan chiqqan chig'inglarda shikar qilsanglar bo'ladi. Birer kavm yani müşriklarning sizlarni Mescidi Haram
ziyaretidan, to'sqanligidan iborat düşmanligi hargizmi sizlarning ularga chiqilishinglarga sababchi bo'lmasin. Yaxshi ishqa va taqvodorlikqa yordamlashinglar. Gunohga va zulmga yordamlashmanglar. Allohning azobidan qo'rqinglar. Allohning azobi haqiqatan qattiq. Sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvon, qon, cho'shqa go'shi, Allah'tan gayrının, yani butlarının namı tilg'i ilinib bo'g'izlangan hayvon, bo'g'ib o'ltirilgan hayvon, urib o'ltirilgan hayvon, egizdan yiqilib o'lgan hayvon, hayvonlar tarafidan üsüp o'ltirilgan hayvon, yirtqich hayvonlar yerib o'ltirib yegan hayvonning go'shini yeyish harom qilindi. Lekin yuqorqi 5 turlik hayvondan jeni chiqmagan chaqda bo'g'izlanganlaringlar halol bo'ladi. Hamda butlarga elib berilib, uning yanida bo'g'izlangan hayvonlar harom qilindi. Azlam, yani jahiliyat davrida pal uchun ishlatilgan 3 parcha yog'och bilan pal selishinglar harom qilindi. Bu gunohdir. Kafirlar bugun sizlarning dininglarni yo'qotishdan umidini uzdi. Ulardan qo'rqmanglar. Mendan qo'rqinglar. Bugun sizlarning dininglarni butun qildim. Sizlarga ne'matimni tamomladim. İslam dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim. Kimki ochliqda, ilojsizlikdan, gunohni maqsad qilmasdan harom qilingan narsalarni yesa gunoh bo'lmaydi. Allah mağfiret qilg'uchidir, bandalariga nihoyatda mehribondir. İbn Abu Hatem mundaq deb rivoyat qiladi. Bir kishi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning qishig'i kelib, "Menga nasihat qilgin" deganda, uningga Alloh taolaning "Ey mu'minlar" degan chaqiriqini anglaganda diqqat qilib anglagan. Chunki u chaqiriq ya buyurgan bir yaxshilik yoki to'sqan bir yomonlikdir degan. Haysama mundaq deydi. Qur'onda kelgan "Ey mu'minlar" degan oyatlarning hammasi Tavratdagi "Ey miskinlar" degan so'zga o'xshashdir. Ahdilarga, yani Allah bilan sizlarning oranglardagi va sizlarning o'z oranglardagi ahdilarga vafo qilinglar. Bu oyatning ma'nosi haqida İbn Abbas, Mujahid va boshqalar buningdan ahda va kelishimlar maqsad qilindi degan. İmam İbn Jarir bu oyatning shu ma'noni bildiradiganligida barliq olimlarning birlikka kelganligini bayon qilib mundaq deydi. Ahdilar bo'lsa kishilarning qasam ichish yoki boshqa shaklda bergan va'dalardir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ahdilar bo'lsa Qur'onda kelgan Alloh harom qilgan, halol qilgan, farz qilgan va to'sqan narsalardir. Shunga bergan ahdanglardan yenib olmanglar. Ahdiga xiyonat qilmanglar. Ondan Alloh taolo bu haqda texmo ta'kidlab mundaq degan. Allah'a bergen va'dasini mustahkamlagandan keyin buzganlar, Allah'ның sil rahim qilishdan iborat amrini tutmaganlar, yer yuzida buzg'unchilik qilganlar, ayni shular la'natga duchor bo'ladi va ularning oxiratdagi yomon bo'ladi. Zahak ahdilarga, yani Allah bilan sizlarning oranglardagi va sizlarning o'z oranglardagi ahdilarga vafo qilinglar degan oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Alloh taolo payg'ambarga va Qur'onga ishongan kishilarning halol qilingan va harom qilingan narsalarga, yo'lga qo'yilgan va cheklangan ishlarga rioya qilishga, ulardan olgan ahdiga vafo qilishga buyurgandir. Halal kılıngan ve haram kılıngan hayvanatlar toğrusida. Sizlarga bu surede tövende o'qib berildiganlardan başka hayvanlar, yani töge, kala, qo'ylarning hammasini
zevhi kılıngandan keyin yeyish halol qilindi. Bularning töge kala ve qo'y qatorliqlar ekanligini Hasan Qatada ve başqalarmu rivoyat qilgan. İmam İbn Jari mundaq deydi. Arab tilidimi bu söz shundoq töge kala ve qo'y ma'nida keladi. İbn Umar, İbn Abbas radiyallahu anhu ve başqalar bu ayetga asasen anasını boğuzlagan çişi malının qo'sig'idagi balası o'lik chiqsimi uni yesi durust bo'ladi degan. Bu vaqtda İmam Abu Davud, Tirmizi ve İbn Majah qatorliqlar Abu Sa'id radiyallahu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz to'yga kala ve qo'yni bo'g'izlaganimizda ba'zida qo'sig'idan balasi chiqib qoladi. Biz uni yeymizmi yoki tashlab etamizmi deb so'raganda Payg'ambar alayhisalom xohlasanglar yenglar, chunki onasini bo'g'izlash uni bo'g'izlaganlikdir degan. İmam Abu Davud Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qo'rsaqdagi qo'za onasining bo'g'izlanishi bilan bo'g'izlangan bo'ladi. Bu surede tövende okup verildiğanlardan başka bu ayetning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radiyallahu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bu yerde o'lik, qon ve cho'chqa go'shini demakchi. Bu ayetning ma'nosi haqida Qatada mundaq deydi. Ayetdagi harom qilingan narsalar o'zi o'lib qolgan hayvonlar bilan Allah Taala'nın namını atımay boğuzlagan hayvanlardır. Ayetning bu yerdeki ma'nosi bu ayetin keyinki sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvon, qon, cho'chqa go'shi, Allah'tan gayrinin yani butlarning nomi tilga ilinib boğuzlangan hayvon, bo'g'ib o'ltirilgan hayvon, urib o'ltirilgan hayvon, egizdan yiqilib o'lgan hayvon, hayvonlar tarafidan üsüp öldürülgen hayvan, yırtqıç hayvanlar yirip öldürüp yiyen hayvanın go'shini yeyish haram qilindi degan ayet ko'z tutilgani aşkarıdır. Çünkü bular bo'g'izlanib yeyildigan hayvanlardan bo'lsa-mu, lekin yuqoridagi ahvollarda haram bo'lib qoldi. Lekin yuqoridagi 5 turlik hayvandan jini chiqmagan chaqda bo'g'izlanganlaringlar halal bo'ladi. Hamda butlarga ilib berilib, uning yanida bo'g'izlangan hayvonlar haram qilindi. Allah Taala'nın bu surede tövende o'qib berildiganlardan boshqa degan oyatidan aslida halal, lekin ba'zi ahvollarda haram qilindi. Lekin sizlar ihrom yoki haram de bo'lganinglarda shikarni halol sanamanglar. Bu ayetning ma'nosi haqida ba'zi olimlar mundaq deydi. Bu ayet chorva mollardan insonga ko'ngan to'ga, kala ve qo'y qatorliq yoki kiyik, qo'taz ve qulandek yovvoyi hayvonlar bo'lsin, hammasini o'z ichiga oladi. Yuqorqi oyatda insonga ko'ngan chorvalarning harom qilinganlari bayon qilindi. Yuqorqi oyatda insonga ko'ngan chorvalarning harom qilinganlari bayon qilindi. Yovvoyi hayvonlardan ihrom oldida ovlanganlarimi harom qilindi. Bu oyatning tafsirida mundaq ko'z qarashim bor. Chorva mollarni yuqorida deyilgandek egizdan yiqilib o'lgan, o'zi o'lib qolgan, butlarga atab bo'g'izlangan ahvollardan boshqa barliq ahvollarda ihrom oldida ovlashning haromligiga rioya qilganlar uchun halol qildik. Chunki Alloh taolo mundaq deydi. Kimiki ixtiyoricha emas, ilojsizlikdan
yuqorqi harom qilingan narsalardan hayotini saqlab qolgudek miqdorda yesa, Allah onu mag'firat qilguchidir. Uningga ko'yinguchidir. Ya'ni majbur bo'lib qolgan kishiga yuqorida yeyish cheklangan hayvonlarni chekidan oshmaslik sharti bilan yeyishga ruxsat qildik. Shuningdek, chorva mollarni odatda halol qilganimizdek, o'g'lashnimi ihrom holatida harom deb bilinglar. Chunki Allah Taala buningga shunday hukm qildi. Allah Taala buyurgan va to'sqan barliq ko'rsatmalarda hikmat bilan ish qilguchidir. Shubhasizki Allah halol harom to'g'riliq xohlagan narsasini hukm qiladi. Haram ve urush cheklangan oylarning hurmatini qilish to'g'risida. Ey mu'minlar, Allah'ның dininin alametlerini, yani hacda taatning belgisi hesaplangan işlerini terk etiş bilen şehri haram da urush qilishni halol sanamanglar. İbn Abbas bu ayette hac faaliyetleri köz tutuldu dedi. Mücahid, Safa Merve ve kurbanlık qilish hacdaki Allah belgilengen faaliyetlerdir. Allah belgileyen faaliyetler Allah çekligen, haram kılgan narsalardir. Allah belgileyen faaliyetler Allah çekligen, haram kılgan narsalardir. Yani Allah haram kılıp çekligen narsalarni ve bu ayda urush qilishni halal deb qaramanglar ve onun ulug'ligini e'tirof qilinglar hamda shu ay ichida urush qo'zg'ashdak Allah Taala'nın çekligen işlerini qilmanglar. Bu vaqtda Allah Taala mundaq deydi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ular senden haram qilingan ayda urush qilishga bo'lamdi deb so'raydi. Aytqinki, bu ayda urush qilish cho'ng gunohdir. Shubhisizki osmon va zamin yaratilgandan tartib qamari aylarning soni Allah'ның dergahida, yani Lavhul Mahfuzda 12'dir. İmam Buxoriy Abu Bakr radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның vidalashish hajida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Osmon zamin Allah Taala yaratgan kundagi holatida davomlashib kelmoqda. 1 yil 12 oy. Uning ichidagi 4 oy urush harom qilingan oylar bo'lib, Zulqa'da, Zulhajja ve Muharram oyları arqadan ulanıp keladi. Ve Recep ayı bolsa Cumada bilen Şaban ayının aralığında keladi. Mana bu hadis bu aylarda urush qilishning taki qiyomatgacha harom qilinganligini bildirdi. Hajdagi Allah Taala'nın beytiga atab qilgan qurbanlik to'g'risida. Hadiyani, yani Kabe'ga atalgan qurbanlikqa daxl tarviz qilishni qalada, yani hajda qurbanlik qilinadigan mol ekanligini bildirish uchun hayvonga esib qo'yilgan narsalarga cheqilishni Robbining fazlini ve roziligini tilab Beytullah'a hac uchun yoki umr uchun kelguchilarga cheqilishni halol sanamanglar. Allah Taala'nın beytiga sovg'a qilishni tashlab qo'ymanglar. Chunki sovg'a qilish Allah Taala'nın belgilagan faoliyatlarini ulug'laganlik bo'ladi. Boshqalarning uningga azab berib qo'ymasligi hamda uni ko'rganlarmi shuningga o'xshash sovg'alarni qilishga qiziqishi uchun qilinadigan sovg'aning Allah Taala'nın beytiga atalgan sovg'a ekanligini bildiradigan hamda boshqa mollardan farqlanib turadigan bir belgini bo'yniga esib qo'yinglar. Kimiki biror odamning yaxshi ish qilishiga sababchi bo'ladigan
ergashkichilarga ergashganligi uchun berildigan savobdan ozroqmi kamaytilmasdan u kishigami berildi. Shunga payg'ambar alayhisalom haj qilganda Zulhulayfa degan joyda qo'ngan edi. U yer Aqiq vodisi deb atiladi. Tang atqanda u 9 ayoliga arqa-arqadan kirib chiqib, yuyinib, atri chechib 2 rakat namoz o'qidi. Keyin hadiya uchun elib kelgan chorvalarga belgi silib bo'yniga esib qo'ydi-da, haj umriga ihrom bog'ladi. Payg'ambar alayhisalomning sovg'atlari har xil, har rangdan tanlangan 60 dan ortiq eng esil to'gidan iborat edi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: "Ish mana shundaq. Kimki diniy ishlarni, jumladan hajning amallarini, qurbonliqlarni ulug'laydi ekan, bu dillarning taqvodorlaridandir." Muqotil ibn Hayyan Alloh taolaning qalada, ya'ni hajda qurbonlik qilinadigan mol ekanligini bildirish uchun hayvonga esib qo'yilgan narsa degan oyatining ma'nosi haqida mundaq dedi: "Bo'yniga esilgan belgilarga chiqilmanglar. Islom kelishdan burun arablar o'z yurtlaridan urush harom qilingan oylardan boshqa chaqlarda chiqqan vaqtida amon bo'lish uchun o'zlariga yung va tuklar bilan belgi taqishib oladi. Haram mushriklarimi haramdagi daraxtlarning qo'ziqini belgi qilib esib oladi. Buni Ibn Abu Hatim rivoyat qilgan. Yana u Ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qildi: Suraning ichida 2 oyatning hukmi amaldan qoldirildi. Bu 2 oyat bo'yniga osilgan belga va Alloh taolaning: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar ular sening oldinga davolashib kelsa, ularning orasida hukm qilib qo'ysang yoki uni rad qilsang bo'ladi" degan oyatlardir. Alloh taolaning baytiga manganlarga chiqilishning harom qilinganligi to'g'risida. Robbining fazlini va roziligini tilab Baytullohga haj yoki haj uchun yoki umra uchun kelguchilarga chiqilishni halol sanamanglar. Ya'ni kirgan kishi amon bo'ladigan Alloh taolaning baytini ko'zlab manganlarga chiqilib, ular bilan urushishni halol deb qaramanglar. Shuningdek, Alloh taolaning baytiga Alloh taolaning fazlini tilab qilib va roziligini xolab manganlarni to'smanglar va ularga chiqilmanglar. Mujahid, Ata, Abu Aliya, Mutrif ibn Abdullah ibn Ubayd ibn Umayr, Rabi ibn Anas, Muqotil ibn Hayyan, Qatada va boshqalar Alloh taolaning Robbining fazlini va roziligini tilab degan oyatining ma'nosi haqida mundaq deydi. Ya'ni tijoratni demakchi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Robbinglardan haj mavsumida tijorat va boshqa ovqat orqali rizq talab qilsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Roziligini bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos mundaq deydi: Ular hajlar bilan Alloh taolaning roziligini talab qilishidi. Ikrima, Suddi va Ibn Jarir qatorliq olimlar mundaq deydi: Bu oyat Hatam ibn Hind Abu Bakr haqida tushgan bo'lib, u Madina sirtiga o'tlashga qo'yib berilgan chorvalarga hujum qilib bo'lgan edi. Keyin Alloh taolaning
beytiga umr qilmoqchi bo'lib chiqdi. Buningdan xabar topgan sahobalar uning oldini to'smoqchi bo'lishdi. Dal shu sababdan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Robbining fazlini va roziligini tilab Baytullohga haj uchun yoki umr uchun kelguchilarga chiqilishni halol sanamanglar. O ovlashqa ihromdan chiqib bo'lgandan keyin ruxsat qilinadiganligi to'g'risida. Ihromdan chiqqan chig'inglarda shikar qilsanglar bo'ladi. Ya'ni ihrominglardan chiqqandan keyin ihromdagi holatinglarda harom qilingan ovlashni sizlarga halol qildik. Mana bu cheklashdan keyingi buyruqdir. Bu haqda chunqur tadqiq qilingandan keyingi chiqarilgan to'g'ri yakun shuki, cheklashdan keyin kelgan buyruq hukmni cheklimidan ilgariki holatiga qaytardi. U hukm cheklashdan ilgari vojib bo'lgan bo'lsa, uni vojiblikka qaytardi. Mustahab bo'lgan bo'lsa, mustahablikka, mubah bo'lgan bo'lsa, mubahlikka qaytardi. Kimiki cheklashdan keyin kelgan buyruq vojibligini bildirdi desa, uning so'zi ko'plagan oyatlarning dalili bilan rad qilinib ketadi. Kimiki mubahlikni bildirdi desimi, o'xshashlar boshqa oyatlar bilan rad qilinib ketadi. Barliq oyatlarga uyg'un keladigan qarash biz bayon qilgan yuqori qarashdir. Adil bo'lishning har qanday ahvol ostida vojib ekanligi to'g'risida. Biror qavm, ya'ni mushriklarning sizlarni Masjidi Harom ziyoratidan to'sqanligidan iborat dushmanligi hargizmi sizlarning ularga chiqilishinglar sababchi bo'lmasin. Ya'ni Hudaybiya yili sizlarni Alloh taolaning baytiga berishdan to'sqan kishilarga qarta saqlagan o'chmanlikinglar ularga nahaqchilik qilish va tajovuzchilik qilish orqali ulardan o'ch ilib Alloh taolaning ular haqida ko'rsatgan ahkomlariga rioya qilmaslikka ilib bormasin. Har bir kishi haqida Alloh ko'rsatgan va buyurgan adolat bilan ish qilinglar. Bu oyatning ma'nosi tuvandagi oyatning ma'nosiga o'xshaydi. Biror qavm, ya'ni mushriklarning sizlarni Masjidi Harom ziyoratidan to'sqanlikdan iborat dushmanligi hargizmi sizlarning ularga chiqilishinglar sababchi bo'lmasin. Yaxshi ishqa va taqvodorlikqa yordamlashinglar. Yana bir qavmga qarata o'chmanlikinglar adolatni tashlashga ilib bormasin. Chunki har qanday vaqtda har bir kishining har qanday bir shaxsga adil bo'lishi vojibdir. İbn Abu Hatem Zayd ibn Aslamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mushriklar payg'ambar alayhisalom va uning sahobalarini Baytullohga kirishdan to'sib olgan edi. Musulmonlar Hudaybiya degan joydagi yo'l ustida edi. Bu ish ularga qattiq ig'ir keldi. Shu chaqda ularning yenidan sharqdan kelgan bir guruh mushriklar umr qilish uchun o'tdi. Sahobalar, bizni ularning yenidan sharqdan kelgan bir guruh mushriklar umr qilish uchun o'tdi. Sahobalar, bizni ularning do'stlari to'sib olgandek bizmi ularni to'sib olaylik dedi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Yaxshi ishqa va taqvodorlikqa yordamlashinglar, gunohga va zulmga yordamlashmanglar. Ya'ni Alloh taolo bandalarini yaxshi ishlarni qilishga, yomon ishlarni tashlashga, o'zaro hamkorlashishga buyurdi. Mana bu taqvodorlikdir. Hamda ularni nahaqlikka yordamlashishdan, gunoh va harom qilingan ishlarda hamkorlashishdan to'saydi. Ibn Jarir mundaq dedi.
Günah degan Alloh taolo qilishga buyurgan ishni qilmay tashlab qo'yish. Günah degan Alloh taolo qilishga buyurgan ishni qilmay tashlab qo'yishdir. Düşmanlik qilish degan dininglarda Alloh taolo belgilagan chek-chegaradan ishib ketish hamda Alloh sizlarga va boshqalarga farz qilgan belgilamalardan alqib ketishdir. İmam Ahmed Anas ibn Malik radiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның zulüm qılğıcı bolsun yoki zulüm qılınğıcı bolsun her iki qarindishingga yordam qil deganda ba'zilar Allohning payg'ambari zulüm qılınğanğa yordam qilarmiz. Zulüm qılğanğa qandaq yordam qilamiz deganda Peygamber aleyhisselamның onu zulüm qilishdan to'sib olasizlar. Bu onun yordam qilganinglardir deganligini rivoyat qiladi. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Imom Ahmad sahobalarning biridan rivoyat qilishicha Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: kishilarga orlashib ularning aziyatlariga sabr qiladigan mu'min kishilarga orlashmay ularning aziyatlariga chidamaydigan odamdan ko'p ajrga erishadi. Ya'ni Imom Muslimning rivoyat qilgan hadisida mundaq deyilgan: to'g'ri yo'lga chaqirib tashviq qilgan kishiga ta qiyomat kuniga qadar uning ergashishning qilgan yaxshiligining savobi yoziladi. Ergashishning mu savobidan bir narsani kamaytib o'tmaydi. Azg'unlikqa chaqirib tashviq qilgan kishiga mu ta qiyomatga qadar ergashishning qilgan gunohidan bir kishilik gunoh tashviq qilganlik uchun yoziladi. Ergashishning gunohi mu kamaytib etilmaydi. Alhamdulillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Maide suresi tefsirden 1. ayetten 3. ayetkice bo'lgan bir qismini o'qidik. Qolgan oxir qismini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.